Navro'zman ro'parasida 64 kvadrat bo'lgan xonadonimiz sotiladi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Andijon shahar Navro'zman ro'parasi maktab yonidan kirilganda yangi qurilgan 5 qavatli domda joylashgan 64 kvadrat bo'lgan 2 xonali xonadonimiz naqd yoki halol narsa asosida sotiladi. Xonadonimiz 5-qavatda joylashgan. Siz ko'rib turgan barcha jihozlar bilan birgalikda beriladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 40 ming dollar so'ralyapti. Ozroq kami bor. Batafsil ma'lumotlar uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.